Sekin turamiz. Yo'q, benim qarichi. Bu yoqda nima gaplar bo'lyapti? Trassa sekin mashinalar viz yoqdan bu yoqqa o'tishi Burada bor ekan bir ikkita ko'p emas. Yaxshi bezovta qilishmadi bular. Yonimga kelib olib zavat qilib qo'yib. Kecha o'sha cho'lda qorong'ida hayron bo'lib qoldim. Bir yarki joy bor ekan. Ana daraxtzor turibdi-yu, shu daraxtzor orqasida. Sal uzoqroqda. Yarki bir shaharga o'xshagan narsada katta bir bilmayman nima u pamyatnikmi, juda uzun narsada. O'sha ham svetomuzika bo'lib tepaga, pastga bo'lib, yonib o'chib bir bayramona kayfiyat qilib turibdi. Keyin projektorlarda osmonlarga likillatib, rosa o'yin kulgi bo'ldi xullas. Ha, bitta katta shahar parki bor ekan-da. O'zim deb o'yladim. Ertalab nima bor ekan deb qarasam, hech joy yo'q deyapti. Mana hamda turibman-ma. Mana mashina bo'lyapti-da. Bu nima bu? İlyosov ovuli. Mana Ilyosov ovuliga yo'l ketgan. U yo'l bu yerda ko'rinmaydi. Mana bu mostga o'xshagan joy bor-ku, havona ko'rinib turibdi. Razvorot. Endi undan 2 barobar mostdan uzoqda nariyoqqa ketgan yo'l bor. O'sha yerda haligi ovul. O'sha yerda shunaqa bayram bo'ldi kecha, endi normalniy. Endi kecha o'tgan kuni yotib qolgan joyim bor, kecha uyg'ongan joyim haligi cho'lda. Unda ham подписчикlar bilan haligi nima deydi, haligi joyda yotib qolish, ko'chalarda yotib qolish qanaqa bir qo'rqinchli voqealar bo'lgani, kechqurun oynani taqillatishgan vaziyatlarni gaplashdik-da, подписчикlar bilan. Вообще uyqum kelmayapti-da, u qo'rqqandan emas, o'zi nima Pepsi-Cola ichganimga ham bilmayman, uxlolmadim. Soat 1:30da o'zi hali bo'lgan ishni aytib berdim-ku, haligi nima Niva keldi, o'zidan o'zi razvorot qildi, to'xtatdi, mashinadan tushib farani menga qaratib qo'yib, tagiga kirib, bir narsalar qilib, yana ketib qoldik, kelgan joyiga qaytib. Yana undan keyin bitta boshqa jip keldi-da, u ham changitib razvorot qilib oldimdan yana orqaga qaytib ketdi. Bu nima ishlab o'tdi deb sal hadiksirab kechasi 1:30da kimdir mashinani gazini bosib haligi bikavat qilyapti-da, haligi qishloqda. Ko'rinmaydigan nariroqda qishloqda. Vang qilib gazni bosadi-da, joyda buksavat qilyapti. Nima rosa ichyapti-da, bu nimadir bayram bo'lyapti dedim-da. Haligi mahallada yurdi-da, o'sha mahallasida vang'il ish qilib mashqqa kelmasin deyapman-da. Ya'ni ichib olgan odamga gap tushuntirib bo'lmaydi-yu, tem bo'li unaqa joyda. Keyin u vang'illashib bir 10 minutmi, 15 minut shunaqa gazni bosib yurdi mahallasida vahima qilib-da. Keyin endi sal ko'z ketamiz deb turganda baqir-buqur, paqir-puqur qilib bir narsalar portlashni boshladi. Uzoqda salyut otyapti. Bunda o'ynoch bakovoydan bundoq qarasam, nimadan oynadan kallamni chiqarib qarasam, salyut otishyapti o'sha qishloqda. Dedim bu bayram kimnidir tug'ilgan kuni. 1:30da ham salyut otadi. 1:30, pashti 2 bo'lib qolgan edi. O'sha esimga tushib ketdi, haligi Qozog'istonda Rahmanovskiy Kluchi degan Qozog'istonning o'zini Altayi bordi. O'sha Altayiga borgan, ketayotganimda o'sha bir u payt mashinam tomida yotib yurardim. Mana bunaqa ochiladigan nimada.
qorong'i tushib ketdi. Bu o'sha tupikovoy yo'lda ketyapman-da, mashina ham kam yuradi. U yoq boshi tupik, o'sha borib chegara zona bo'ladi, dal shu yog'i Xitoy. Xitoy tog'lari, u yerda yo'l ham yo'q, haligi tranzitni yo'l yo'q. Kartada Xitoy naryoq. O'sha joyda qorong'ida yo'l yuzida qattiq uxlasammikan, uyqu kelib ketgan, soat 11 mi necha ham bo'lib ketgandi. 12 mi bilmayman. Bir pamitnikka o'xshagan joy bor ekan, shaharlarga kiraverishda bizadani tuyalar, karvonlarni qo'yib qo'yadi, u yerda boshqa narsa qo'yib qo'ygan ekan, shunaqa pamitnik bor ekan. O'sha territoriyasiga mashinalar kirgan, yo'l ko'rinib turibdi, mashina oldin ham kirgan. Lekin mendan boshqa hech kim yo'q edi. Kirdim o'sha yo'l chekkasiga, hech kim mushit qilmaydigan odam zot yo'q. Qo'ydim mashinani, narsalarni yo'q qildim, tepani ochdim. Pastki eshiklarni quplamda, lik ketib chiqib oldim-da. O'z begona joy, uni ustiga yo'l yuzasi zo'rg'a uxladim. Zo'rg'a uxlasam, g'ala-g'ovur. Mashinani eshigi kimdir to'xtadi, eshik dop-dub ochadi, yopadi. Nima bo'lyapti, tushunmadim-da. Ochib qaragani ham yerini, qimillagani yerini yo'qdi. Men rosa charchaganman. Xotinlar tushdi mashinadan. 4 ta xotinda, endi men tushuntirman, 4 ta 3 ta 4 ta xotin tushdi. Balki bundan ham ko'pdir. Tushdi, bu nima bu? Bu qattiq rosa absuzlat qilishdi mashinam atrofida aylanib. Lekin hech kim meni uyg'otmadi ham, taqillatmadi ham-da. O'tib g'ildir gapirishdi bu narsalarni-da. Keyin tap mashinaga o'tirishib, "Vang" qilib ketishdi. Voy, shu to'xtash shartmi dedim-da, men sal uyg'onganday, dal shu uxlab. Yana zo'rg'a uxlab qolgan soat 3lardami. Mashina kelib o'tib ketdi-da, to'xtab zadniga yurib kelib, eshitib-yotimman-da, ko'z yumib eshitib-yotimman. Zadniga yurib oldimga kelib to'xtadi, o'chirdi. Ichida g'art qotib qolgan o'sha mesniy bolalar tushdi-yu, bir 4 tasida. Ichida glavniysi yaxshi odam ekan, ani 3 tasi haligi naga unaqa deb savol beradigan sortidan ekan. Endi o'sha videoni o'sha joyini ko'rish kerak haligi. Konkretni nima bo'lganlari hozir nima joylari esimda, momentlari, hamma haligi detallari esimda yo'q. Короче, 3 yo'l haligi mashinadan tushib, oldim kelib uyg'otdi meni. Oxiri zamokka osim, "Ha, qalaysan?" deb unda gaplashsam, "Qattan nima bu?" 1000 ta savol berib tashadi. Shunaqa aylanib yuribman desam, hayron-da, "Shundan shu yoqqa keldingmi?" dedi. "Ha, keldim, ko'rmoqchiman" desam, "Bu nima?" dedi. "Bu nima? Men bu nima? Anu nima?" Voy, so'raveradi. Haligi Короче, u bo'ldi, u desa, ali desa, bali dedim. Nimalardir bo'ldi, mashinadan tushmadim. Sigaret ber dedimi? Bu narsalar so'radi mendan. Yo'q dedim. Berdimmi esimda yo'q. Oxirida haligi glavari telefonimni yozib ol deb nastavit qilib yopdi. Men kerak emas nomerini desam, "Yo'q, yozib olasan telefonimni" deb telefonini yozdirdi. Nimaga kerak bu menga desam, "Yeshish telefon qilasan, men mashta glavniymanmi?" tipa shunaqa deydi. Yosh bolalar qanaqa glavniy, ichib olganda glavniy deydi. Ichib olganda kayf tarqagandagi jim yuradi, mana quyoncha bo'ladi. So'kirib uxlagan edim o'shanda. Mana aniyamga to'g'ri o'tib ketirmaysan, vaqasan to'xtat. O'sha tomda yotib yurganimda juda ko'p bo'lgan bunaqa случайлар. O'zbekistonda ham militsiyalar ham taqillatgan, nima qilyapsan o'tda, kimsan, nimasan. Endi men haligi katta yo'ldan sakkiz chekkaroqda yotardim-da ko'pincha. Mana bunaqa trassalar, furalar yuradigan joylar bo'lsa, ayniqsa O'zbekistonda haligi yo'l yomon joylar duchor boshida bilmasdim-da, yomon yo'lga ahamiyat bermasdan chekkaga chiqib uxlardim. U kechasi mashina o'tganda balonlarni shaldir qilib o'tar ekan, juda katta shovqinda o'tar ekan. Keyin ertalab vaqtli turib olib, hali kun chiqmasdan to'rlarda
o'sha mashinalar yurishni boshlab yuboradi. Uyqu degan narsa dabdalasi chiqib ketadi. Ya tavbalar qilib olardim o'shanda. Keyin tekis yo'llar chekkasida yotadigan bo'ldim. U ham foyda bermadi. Unda katta tezlikda o'tishar ekan, shu balonni shuvlatib o'tadi. Hali nimalar? Lasetti, Nexia nimalar mashinalar o'zimiz lehkovoy taksistlar. U ham yoqmadi. Keyin o'sha dalaga chiqib olib, nariroqda bir 100 metr narida yotadigan bo'ldim. Unda militsiyalar boshladi, o'sha qiynaldim. Oxiri o'shandan keyin men shu mashina ichiga ko'chdim-da. Bo'lmasam tinchlik bo'lmadi. Tepada yotsa shovqin, chekkaga chiqsa militsiya kelyapti, nima gap, nima tinchlikmi deb. Hozir mana shu nima qilib pardalar qo'yib oldim, men bunaqa oddiy shurub buradim, sim qildim-da, bunaqa parda qo'yib oldim, bo'ldi. Oldin yo'l chekkasida yotganimda har bitta mashinani farasi mashinaning ichini yoritib o'tib ketardi. Lipillayverib, rosa bezovta qilardi. Hozir yaxshi, hozir bo'lim-meni yaxshi. E'tirozli pasti yo'q. Hozir konkretni nima yoqmayapti desa, men aytolmayman ham sirasi, o'ylanishim kerak. Xullas kalom mana shunaqa, mana cho'l hech narsa yo'q degan joyda katta bayramlar bo'lib turishi mumkin ekan. Anta kechasi bilan qamich yondi, tutun bo'lib turibdi, qora nimani usti. Ana o'shaning pastida qip-qizil bo'lib, o'sha televizor orqasida qamich yoqishdi menimcha. Bir mashina ichiga tutuni ham kirdi. Keyin shamol o'zgardi shekilli, yaxshi bo'lib qoldi. Hozir endi shamol mashinani qimillatib yuryapti. Kun kechasi salqin bo'ldi. Palava taplini uzib tashlagan edim, yana ulab oldim. Ya'ni menki yoqqan bo'lardim-da. Kechasi sovuq bo'lar ekanda, kunduzi isib ketar ekan. Nimaga bu mamlatlarda maysalar hali o'sib chiqmagan desam, hali sovuq ekan bu yoqlar. Umuman bahorni nimasi yo'q-da, haligi. Bir yashillik, uyg'onish degan narsa ko'rinmayapti-da. Yani hali bor ekan ozgina vaqt bu yoqda. Bu yoqda o'lik yoqish juda anaqa ekan. Asosiy narsalardan ekan. Hamma o tutib bo'lyapti. Vaqt tashishar. Oldinlarim ko'rmagan edim. Bahorda yoqishar ekan deblar. O'sha hozir tutayotgan joy o'sha Sirdaryo bor o'sha. Havoni ko'rasizlar. Tutun ketgan, o'sha ketgan. Hali tutun yo'q, gorizont ko'rmadim deyman. 2 kundan beri yurayotgan bo'lsam, polni tutun. Bu yoqda mana tuz bilan shamolda tuz ko'tarilar ekan bu yoqda. Oppoq chang. Bayramoz shamol sal suyib qoldi. Halantda ko'rdim, mana shu oq yer bor-ku, ko'tarilar ekan shu tuz. Jalag'ash avlani. Mana tuzni qaranglar, oppoq yer. Va tutun. Bularga shu yerni qamichini yoqib olishar ekan, qamichga qo'shilishi bani jing'illar bormi, hammasi yonar ekan. O't, jing'il, daraxt hammasi qo'shilib yonib ketar ekan. Keyin o'sha yongan joylardan yangi qamichlar, yangi o'tlar o'sib chiqadi, mol boqishga udobniydi. Eski qamichlarni yemaydi-ku. Yangi o'sib chiqqanini yeyishga qulay bo'ladi. Odamzod planetani dabdalasini chiqazyapti. Bir yoqdani urush bo'lib to'xtamay neft nimalarni portlatib, ularni tutuni qancha tutun chiqyapti. Короче, bilmadim oxiri nima bo'ladi. Bu yaxshi emasmi? Tuzni ko'ryapsizlar, ko'tarilib o'tgan.
endi o'zini огородini qamishdan tozalash uchun uni yoqib yuborish bu noto'g'ri-da. To'g'ri, unga yaxshi bo'ladi, lekin qolgan odamlarchi ham nafas olayotganlar. Mana qaranglar tutunni. Og'ir tutun ekan shekilli, u yergacha tushibdi tutun. Ekologik katastrofa desa ham bo'ladi tutun. Menga yaxshi bo'lsa bo'ldi, qolganlar bilan ishim yo'q degan prinsipda bu. Yaxshi emas bu. Bu hamma davlatda bor, bitta bo'tda emas. Lekin bo'tda sezilarli darajada yoqishar ekan. Hali yoqilmagan 100 kilometrlikni ko'rmadim-da yoqilmaganini. Qo'lni yonib yotdi, hamma yoq yonib yotdi. Haqqum ovuli. Ekologiya politsiyasi bormikan bu yerda? Nimaga hech kim bir ishi yo'q? Kimni territoriyasida yong'in bo'lsa, o'shanga shtraf solish kerak-da. Nimaiki o'sha territoriyaning egasini o'zi yoqadi-da buni. Chaqmoq chaqir yonib ketmagan bular. Ha, yonishini qaranglar endi. Mana shu narsaga e'tibor qaratishsin deb shunaqa hajarlanib buni videoga olib ketiraman. Yo'l ekan. O'zi mana bu tuzli changni o'zi normalniy anaqa zarar bu tekmesning narsalar ekan. Endi bu tutun bilan qo'shib nafas olsa tuzli havoni 2 barobar zarar bo'ladi. Yer maydonini sterilizatsiya qilishda bu. Haligi hasharot bormi, hayvon bormi, mikrob bormi, hammasi qiriladi. Orqasida ham yana bitta achak yonayotibdi. E'tibor mana bir 5-10 kilometr ham daji yo'q-da. Har 10 kilometrda 2-3 ta pojar. Qo'l yo'q yorilgan dalani ko'rasizlar. Oxiri ko'rinmaydigan dara shu qorayib bo'lgan bu o'sha 3-4 kun oldin yoqib olishgan. Mana yoqib bo'lgandan keyin sekin mana traktorlar bilan o'tgan buni. Bizda ham hali bug'doy dalalarni yoqib olishadi-yu. Bizda masshtab bunaqa katta emas. Daraxtlar ham yonib ketgan. Ha, bu yerda masshtab cheksiz 1000 kilometrlab dalalarga bug'doy ekiladigan. Lekin bu yerda qamchi yonyapti, bug'doy emas. Yonishini qaranglar. O, naryoqda yana bittasi yonyapti. O, ancha yana bitta. Ekologiya politsiyasi vobshe ishlamayotgan ekanda yoki o'zlariga ruxsat berishgan. Hafta ketyapman, mana bu Baykal qizil. Rossiya arendaga olgan joy. Havoni qaranglar ahvoli. Tuz ko'tarilgan.
chang ham deb bo'lmaydi, bu tuz bu. Nimaki yerda chang emas, tuz turibdi mana hoppa bo'lib. Ekologiya temasini nimaga xavotir olib gapirayotganimiz sababi qo'rqinchli joyi bor-da buni. Hozir hali endi bu menga yaxshi bo'lsa bo'ldi, qolganlar o'lib ketmaydimi degan bitta prinsip bor-da odamzodda. O'zini eng glavniy deb hisoblaydi hamma narsada. O'shanga befarqli degan narsa hamma yoqda avjiga olib yotibdi. Любой bitta bo'tda aytmayapman, butun dunyo bo'yicha shunaqa. Braziliyada misol uchun haligi o'rmonlarni kesib ekologik katastrofa qilishyapti. Nimaga kesyapti? Birinchidan derevsinali daraxt sotishga, ikkinchidan asosiy nimasi yer maydoni ochib o'tgan narsa ekishadi. Daraxt orasiga ekib bo'lmaydi, quyosh chiqmasa o'smaydi. O'shanga agar kesishga ruxsat ola olmasa yoqib yuborishadi o'rmon. Rossiyada juda bir рабочий praktikada bu. Agar les kesishga, haligi maydon ochishga ruxsat bermasa, o'sha o'rmonni yoqib yuborishadi. Yoqib yuborgandan keyin spisat qilib, mana yonib ketdi deb spisat qilib o'sha daraxtni ham kesib oladi, yerni ham ochib olishadi. Dengizlarda ham bo'layotgan ish, dengizda baliq tutilmayotgan joyi o'zi yo'q-da. Shunaqa karabillar qilib tashashgan. O'sha karabilning o'zida yuvib, tozalab, ichechavog'ini ajratib, ichechavog'ini suvga otib olishadi, uni nimalardir yeydi. Yuvib, tozalab turib, o'sha yerda konserva qilib yoki upakovka qilib tayyor mahsulotga aylantirib qo'yishadi. Prямо o'sha nimani dengizning o'zida u chekkaga olib chiqib ham yurmaydi u. Sразу o'sha skladlari to'lgandan keyin dogovor qilingan joyga olib borib sotishadi, berib olishadi. Ishini yana davom ettiradi. Kvota degani endi ruxsat degan narsa qilib qo'ygan, kimdir o'ylab topgan shu narsani. O'zi o'ylab qaraganda, bu baliqni boqishga yem bermasa, muhofaza qilmasa, tayyor suzib yurgan baliqlarni bir tiyin rasxod qilmasdan, haligi rasxod deganda boqmasdan shundoq sizdirib, hani tralmi degan nimasi bor. To'g'ri. Bu tegida yer suvi tubigacha tushadi. Mana shu buldozerda surgandek nimaiki jonzot bo'lsa hammasini yig'ishtirib to'rda tortib olib chiqadi deb aytdi. Короче, kim nima qilsa qilib yotibdi. Yer tagidan neft bormi kovlab, benzin, gazmi, tabiiy qonmi, hamma nima qilsa qilib yotibdi. Natijasi mana bunaqa tuz yuribdi. Natijasi havo dabdala, общий gradus ko'tarilgan, lekin mana shu befarqligiga hali tabiat shunaqa bitta udar beradi, javob beradi. Shunisidan men qo'rqaman. Qo'l quruq baravar yonadi unda. Ekologiya haligi muhofaza qilib yurganlar ham hammasi qirilib ketadi. Hamma narsaga befarq bo'lganlar ham qo'shilib yo'q ketadi. Конечно, bu narsani men xohlamayman, lekin o'shanga qarab ketayotganda edi. Вообще farqi yo'q. Hozir o'zi bir-birini manfaatini ko'zlab urushib, bombalar portlatib yotishibdi, hamma yoqni tutadi. Tutun kimgadir ziyon keltiradi degan narsani hech kim o'ylamayapti. Glavniysi o'zini manfaatini ko'zlab haligi
maqsadga erishish niyatida hamma dabdalar qo'yapmiz. Oxiri nima bo'ladi? Oxiri katastrofa bo'ladi. Shunaqa bo'lgandan keyin. Orol dengizida ham quritdik. Mana o'sha Orol dengiziga mana ketyapman. Mana shu region Orol dengizi atrofi regionda mana o'sha tuzlar ham osmondan uchib kelmagan. Yerni tuzi chiqib qolmagan bo'lgan. Hammasi o'sha Orol dengizida vaqti bilan shamol u yoqqa bo'lganda, bu yoqqa bo'lganda, u yoqqa siljib, bu yoqqa siljib mana qilib kelib qolganda. Qaranglar, mana bitta tuz yo'q. Hozirgina bitta 1 kilometr narida oppoq bo'lib turibdi. Mana bitta tuz yo'q. Tomon uchib yurgan tuzda bu. Va shamol bo'lsa o'sha ko'tariladi, qatqadir yog'adi. Mana bitta yana paydo bo'lyapti tuz. Bu yoqda ham mana nima joylar bor, bu joylarda yo'q. Bu to'g'rilab bo'lmaydigan ishlar bor. Hech kimga kuchi yetmaydi. Hech kimga kuchi yetmaydi, hech kim to'g'rilamaydi. Qachonki bir katastrofa bo'lib, bir narsa bo'lib, odamzod 90% qirilib ketmaguncha to'xtamaydi. Qirilib ketishga qarab ketyapti-da mana. Mingta robot yasamasin, mingta sun'iy intellekt qilmasin, tabiat o'zini qonuni bilan yashaydi baribir. Sen men dabdalamni chiqarsingmi, endi men sen dabdalaga chiqazaman deydi. Mollarni tuzli o'tlarni yeb, ular go'shti rosa shirin bo'ladi, kapyondek. Aka, vahima qilmasangiz, hammasi yaxshi bo'ladi deydigan odamlar ham chiqadi. Vahima kimdir endi vahima qilish kerak-da, kimdir gapirish kerak-da bu narsa. Tuzli joylar yana boshlandi. O'sha Chernobildagi atomli elektrostansiyani qurishayotganda ham kimdir aytganda, qo'yinglar, shuni qilmanglar, erta bu avariya bo'lishi mumkin desa, vahima qilmasangiz-chi, cho'tki bo'ladi hammasi. Degan odamlar ham ko'proq bo'lgan. Qurishgan, ana 86-yil armiyaga ketadigan yilim portladi u. Portlaganda o'sha payt o'sha joyda bo'lganlar o'lganlarning hisobidan uni ta'sirida o'lganlar hisobi 100 barobar, 1000 barobar ko'p bo'lganda, baribir spasatellar, boshqalar, короче, endi uni SSR unchalik texnologiyasi rivojlanmagan davlat bo'lganda, o'shaning avariya bo'ldi desanglar, texnologiyada eng rivojlangan davlat kim edi? Yaponiyami? 2012-yillarning Fukushimada tsunami kelganda u ham buzildi-yu mana. Manman degan aqlli, manman degan texnologiyani eng yuqori cho'qqisida yurgan davlatning mahsuloti ham dosh bera olmadi-yu. Tabiat, masalan, bittasi texnologik xato bo'yicha bo'lgan bo'lsa, bittasi tabiiy ofatga turib bera olmadi. Shunga o'xshagan narsa. Endi bu ana tuz. Mana aytgan narsam mana shu tuz uchib yuradi odamlarga. Borib qatqada qorga o'xshab qo'nadi, keyingi shamolda o'tdan ko'tarilib boshqa joyga qo'nadi. Orol dengizini tuzi deb o'ylayman. Nimaki, mana shu chap qo'limizda chap qo'l mana shu to'g'rimizda Orol dengiziga ketyapmiz endi. Chap qo'l nari yoqda O'zbekiston, bu yoqda Qozog'iston. Mana yana Pashar kadrga tushib qoldi. 1-2 kun oldin yongan.
kecha bir hafta issiq bo'ldi-yu, o'shanda o quriganda zo'r yonadi bu yoqqa borishga. Mana men bitta tabur o'tiribdi. Aral 346 biza boradigan joy. O'sha joyga borishim kerak. O'sha shaharga. Lekin unga yetmasdan biz chapga burib ketib qolishimiz ham mumkin. Kesib chiqadigan dalaning ichidan yuradigan yo'llardan. Ko'ramiz hozir kartaga qarab. Hali bor unga. Oxiri ko'rinmaydigan dala. Qora dala. Qarmaqshi degan regionga kelamiz. Biz qaysidir payt qarmoyasi degan bir usta o'tgan shekilli bu yerda. Ручной работа. Oxiri ko'rinmaydi. Oldi yoqib. Baraka topkurlar, dunyoda bitta sizlar yashamaysizlar, odamlar bor yashaydi, boshqa hayvonlar, hasharotlar, qushlar, qancha narsa yashaydi. Yoqish kerak emas. Yaxshilikka olib kelmaydi bu. Ограждение ham hammasi yoqib yuborishibdi. Bu yoq yonmagan, bu yoqda nima yo'qdi? Narsa ekilmaganda bu yoqqa. Bu yoqqa nimadir ekilgan bo'lganmi yoki ekishadimi endi eksa kerak. Shunga yongan bu yoq. Polni yo'q qolishdi. Oxiri yo'q. Biz videoyimiz faqat shu yongan, kuygan narsalar to'g'risida bo'lib ketyapti bu yoq endi. Prosta masshtab sizlarga ko'rsatib qo'ygim kelyapti-da. Bu cheksiz hajar. Hamma yoq hajar. Bu necha yildan beri bo'lib kelayotgan narsa bo'lishi ham mumkin. Har yili sezonga qarab bo'ladigan narsaga o'xshayapti. Nima bu? Mol ketdi, bu уже ikkinchisi. Bir soat oldin bu yoq tarafda ko'rdim. O'rda uchib ketyapti, o'ng qo'lda значит suv bor. Chap qo'lda ham suv bor. Bular bug'doy yegani kelyapti. Ana qo'nishni boshlayapti. Bu yoqlarni endi bugun ertaga yoqib yuborishadi. Bu yoqqa hali navbat yetib kelmabdi. Bu yoqni yoqib bo'lishibdi. Shu bug'doy dalani yoqishar ekan bu yerda. Xuddi bizaga o'xshagan. Bizada prosta juda ham kam aholi yashash punktlari ko'p bo'lganligi uchun yo'l qo'yishmaydi. Bu yerda endi bemalol garchilik. Shamolda yoqib yuborishar ekan, shamolda bo'ldi. Chotki. Bu yoqlar hali ulgurishmabdi yo'q.
joyga qochib ketgim kelyapti. Tuzni qaraylik yurishaman yo'l ustida. Tutunmas bu. Tuzmi? Qozog'iston ekologiyasi odam kam, yaxshi deb yurardim. Yaxshi emas ekan. Yashab bo'lmaydi bu yerda. Odam kasal bo'ladi yashasa bunaqa nimada. Tuzli changdan nafas olsa. O'pkani shalpillatib olsa kerak. Yoqilgan joylarni boshqa olmayman. Nimaga buni oxiri yo'q ekan. Baykonurga yaqinlashib qoldik. Hozir Baykonurdan o'tib, mana shu joylarga kelganda taxminan agar zapravka bo'lsa, zapravka qilib olib, keyin bu yoqqa yurib ketamiz. Mana bu taraflarga. Sirdaryoni Orol dengiziga quyilayotgan joyida bir shluz bor. Ben videolarda ko'rganman, o'sha shluzga bormoqchiman. O'shani ko'ramiz, sizlarga ham ko'rsataman. Sirdaryoning ustidan o'tasan deyapti-yu. Ekologiyamiz hali ham o'zgarmadi, o'sha chang, o'sha shamol. Hozir Sirdaryoning ustidan o'tamiz. Realniy Orol dengiziga ketayotgan suv ob'yomini ko'ramiz, kamaygandir. Shu paytgacha nechta mostdan o'tgan bo'lsak, yaxshigina suv oqib qoldi. Ha, bu yerda bor ekan, suv yaxshi ekan. Sekinlashib. Oqim normalniy, oqim loyiqa. Juda loqalanib ketar ekan bu yo'lda. Sazanlar makoni men borib yuradigan joy. Men ketyapman hozir o'sha yerdan. Orol dengizining qoldiqlari bu. Baykonur. Poyezd yo'l kema salg'an deb nomlanar ekan. O'zimcha o'ylayapman-da. Mana bu Sirdaryoga eng yaqin joy. Ko'rdinglarmi Sirdaryo? Hozir ko'rindi ham-da. Kema solgan degani u endi mana shu poyezd yo'lda kemani olib kelib turib Sirdaryoga tushirishgan. Sirdaryodan Orol dengiziga olib o'tishgan. O'sha Orol dengizidagi kemalar balkim shu yerdan tushgandir. Balkim Aralsk degan shahardan tushgandir, skорее всего. Kema solgan deb nomlabdi-yu, bekorga emas. Tushirish qulay bo'lgandir deb balkim. Poyezd yo'l suvi chetigacha hamma joyda ham boravermaydi-da. Shu Aralskda ham suvi chekkasigacha bormagandir. Borganimizda ko'ramiz endi ularni. Baykonur kosmik stansiyasi. Lokatorlar turadigan joy ekan. O'zi anu Puskovoy ustanovkasi ko'rinmaydi. 20-10 kilometr nariroqda bo'lsa kerak. Mana men kelyapman.
ekan, o shaharga kirib chiqmoqchiman, bir ko'rib chiqaylik qanaqa ekan. Agar iloji bo'lsa produktni ham olib olardim. Sho'rva pishirishga. Trassadan chapga burdim. O televizkasini qaranglar, bizning Paxtakor metrosida turgan ekan. Toshkentda ham oldin shunaqa televizka bo'ladi. Hozir ham bor. Kattaroq shaharga o'xshaydi bu. Produktoviy magazinida narsalar bo'lsin, samaga. Ozgina yurgan edim, mana shunaqa manzara ochildi. Assalomu alaykum, bo'p turibdi bu yoqda. KPP turibdi. Bu yoqqa kirish mumkin emas shekilli. Rossiyani bayrog'i, bir eshitdim, zakritый город deb. Kirg'azmaydi, kirmay qo'yaveramiz hozir endi. Nima ekyapsan, nima chiqyapsan, chiqishda ham nima ekan, ish ekan o'tamiz chiqisham. Dokumentlarni tekshiryapti. Mana bemalol garchilik bu yoqda. Shamolni eshityapsizlarmi? Yaxshigina shamol bo'lib turibdi lekin. Zakritый город degandek bu. Bayqo'ng'ir. Kirmaymiz bo'pti. Shunaqa shahar ekan bu. Bozori, mana shu yerda bozor. Joy topib qo'ydim mashinani shu yerga. Odam ko'p lekin. Все, пошли. Shamol yomon ham kuchli. Hop, 2600 so'mlik ketibdi, 25 litr. To'g'ri? Ko'p ham ketish kerak emas edi. Produktda qatdan olsa bo'ladi desam, o, anta bo'lajak degan. Bolashaq debkan. Bu dishida desam, ha deydi. Tak, necha kilometr endi? Hozir 236 kilometr yuribman. Mana shu zapravkaga. Bo'lajakka ketdik-ku. Mana ekan bo'lajak. Shunaqa ahvol bu yerda. Shamol. Bu hozir kun issiq, sovuqda shamol bo'lsa, obshi bo'lsa kerak bu yerda. Dahshat bo'lsa kerak. Chiqdim. Go'sht yo'q ekan bu yerda. Lekin zelen bor, bolgarskiy bor, qolgan narsalar bor. Zamorоженный tovuq mahsulotlari ekan. O'rdek bor deydi. Zamorоженный ana grudinkalari. Go'sht qayerda bor desam, bozorda bor deydi. Hatto ozgina yurgan o'sha yerda bozor bor. Bor ko'rgan shetgan. Go'sht oldim. Kerakli sho'rvaga narsalar oldim. Marojniy oldim samagamni. Ko'rib qoldim. O'tda marojnigini ko'chada yeb bo'lmasa ekan, shunaqa chang, shunaqa shamol ko'zni ochib bo'lmayapti. Buv etib bir kelib qo'yapti-da. Baykonur ko'chalaridan reportaj. Shamol eshitib odamlari shunaqa oddiy, o'rislar bor ekan. O'ris yo'q, joyi o'zi yo'q. Ana shahar zakritый, faqat Rossiya o'sha nimaga tegishlilar yashirgan yo'qda.
kosmik stansiyaga tegishli odamlar. Konkretni to'xtatib, shlagbaumni bittalab tekshirib ko'rsatdi. Qozog'iston ichida Rossiyani bir bo'lagida endi. Marojniga hech narsa qo'shilmagan oppog'ini hech bilsam 300 tangani berdi. Siropi bu narsa quyib beray deydi. Yo, kerak emas narsa. Mana ben joydan aldım de. Go'shtmas qolgan narsalar. Go'sht o'g'ani magazindan oldim. Go'sht magazin bor ekan o'zanda. Men bu magazin arzonroq magazin shekilli. Eni ensiz bir 2 metrmi shunaqada, eni uzunligi bir 8 metrli. İç to'la odam. Narxi arzonroq bo'lsa kerak dedim. Bo'lmasam shuncha produktoviy magazin bo'ldi. To'la yotibdi. Marojni yeb bo'lgunimcha odamlarni tomosha qilib turamiz. Orqamga mashina qo'yib qo'yishibdi. Kibir yo'lab yuradiganlar bor ekan bunda. Bo'ldi, zeriktirib olmaysizman. Hol qoldim. Cho'l vobshe odam zot yo'q joylarda. Shunda chapga burib kirsam mashitda, mana bu yerda nima bo'lyapti? Bo'lgan bunga. Parkinson. Gavjum shahar ekan mashit. Shuncha odam yashirgan shu yerda. Cho'lning o'rtasida. Yaqin atrofda bir kattaroq shahar ham yo'q. Hozir trassaga chiqib, yo'lda davom etamiz. Shamol, chang. Shamol orqa tarafdan. Chang bilan birga ketyapmiz. Tumanga o'xshaydi, to'g'ri. Zo'r shamol bo'lyapti tashqarida. Mashina chaqatyapti. Furalar ag'darilib ketmasmikan? Bu degani pagoda o'zgaradi degani menimcha.
degan tog' bor-ku. O'sha tog' orqasidan bursam kerak menimcha. Tog'cha. Qamusni bos degan joydan mana chapga yurib ketdim. Mana trassa. Bu nimalardir yozib qo'ygan ekan, o'qib o'tib ketdik. Yo'li Qozinalı Gambar Qamusni bos. Bu yo'l o'tgan ekan, bu yo'lni chekkasida shaharcha ekan, qishloqcha. Bize mana bittamiz, mana trassadan bu yoqqa kirdi, mana Qamusni bos. Shunda shang'asiga turamiz. Anta ko'rinib turgan ekan dengiz, ona. Bu changda unchalik nima ko'rinmayapti-da. Mana shunaqasi kirib ketamiz-da hozir endi. Bu shamol tugirmagan-ay. Karta kachat qilma, o qilib bo'pti. Endi yurib ketsak bu. Endi bu shamol bo'lish kerak bo'lgan joyda o'tdi o'zi. Mashinaning orqasiga bekam olmasam. Anta dam oladigan katta bir maskan bor ekan. Yo'l chekkasiga yozib ham qo'yibdi. Sayozgina joy ekan bu. Lekin mana suv mashligacha ko'tarilar ekan. Qaysidir vaqt. Hozir bu kamroq, suv kamroq ekan. Shu yerda ham olov yonib yotibdi. Tova. To'xtadim. Shu yerda ham olov yonib. Lekin ko'zni ochib bo'lmaydigan anaqa. Ko'zga qum kiryapti. Az katta orolga boramiz. Kattarog'iga. Yo'lni qaranglar, yo'lni. Hali yurmagan yo'llarimdan yursam maza qilaman-da. Anqayib ketib qoldim. Bunaqa joy katta suv emas. Nara ketayotgan joyim. Suv qo'shilgan joydan yo'l bor ekan. Ana yo'l mana shunaqa ekan ko'rinish. Bu yog'i suv emas ekan, yo'q. Ko'prik ko'rinyapti uzoqdan. Suv sho'ragan shekilli ko'prik ketdi shamolda. Ana nimalardir yozib qo'yishibdi. Ana o'sha ko'prik. Bitta bola mostda turib olib baliq ushlayotgandi. Qarmog'i ilinib qoldi shekilli pastga tushib ketdi. Qamishga. Bu yoqdagi ko'l bilan bu yoqdagi ko'l tutashgan joy ekanda bu. Baliq o'tsa faqat shu yerdan o'tishi mumkin. Boshqa joydan o'ta olmaydi. Zatsep bo'pti. Bor kuchi bilan tortyapti. Chiqazolmayapti. Qayiqda ham yuribdi. Rosa qayiqlar ko'p. Nimadir kimgadir gapirdi. Bu yo'lda odamlar bor ekan.
Привет. Что, чего-нибудь поймал? Что? Что поймал? Ничего не поймал. Yani qozoqlar ham oqarib ketdi. Sigirlari endi yungini kamaytirsa kerak ular. Shamol sovuqda qanaqa chidaydi ekan bular? Chaykalar. O anta rosa qushlar to'planyapti. To'rini yig'ishtiryapti shekillidir-da. Ha bu yerda ribalka eskidan ribalka bo'lib kelgandi bu. Sayz paytda undan ham oldim. Ketdik endi mana chapga qayilib keturamiz suv bo'ylab. Yo'l remont egandi. Asosiy yo'l o'zi tepada, qorayib turibdi. Hozir 3 kilometrdan biri shunaqa kelyapman. Qatgacha davom etadi bilmadim. Yursa bo'ladi lekin. Bizlar Nivaga xos yo'l. Mashina hech chang bo'lib ketdi, telefonimiz. Asfaltga chiqib oldim. Buyog'i yangi asfalt qilib qo'yishibdi. Mana ketdi. Midamiz 100 metr. Voy, bu afis. Quyulashib ketdi-ku. Hech narsa ko'rib. Manzara ko'rinmayapti-yu, manzara. Hatto osmon ko'rinib turibdi. Begin o'g'li. Qo'ylari ajoyib ekan-ku. Asfalt tugadi. Qorashalang qishlog'i. Shamol uragan bo'lyapti. Mashina oynasini ham ocholmay issiqda dimlanib ketyapman. Mana kartada. Manzara ham ko'rinmayapti changda. Yaxshi yo'l, yaxshi asfalt qilib qo'yishdi, yangi qilib. Daryoni ham olib qo'ydik. Bu yoqqa mumkin emas deb qo'yibdi. Shamol yaxshigina. Hamma ribaklash o'tdi. Ko'korol degan joy ekan, nima hozir ketayotgan joyim. Bu yog'i endi gruntoviy daraga bo'lib ketdi.
Mandan 10'ga yurdim. Ko'korog'iga shu yo'l olib borar ekan. Nega yaqin emas ekan, yaxshigina yurar ekanman. Qaranglar, mana shuni rasmga olingan yili Google'da. Qachondir ham. 2 yil oldimi, 3 yil oldimi. Mana shunda suv bo'lgan ekan. Suv yo'q bu yerda. Ko'rinmayapti ham suv. Yana qaytib ketibdimi tushunmadim. Maza yo'lda abdala ekanligiga. Yurib yotimma, kartada qimillamayapti. 3-ko'rsda tezlik 30. Anaqa dir-dirlar chiqib qoldi-da. Yoki juda ham tez yurish kerak yoki sekin yurish kerak. Bu yo'lni bilmayman, sekin yuraveraman. Riskovat qilmaymiz. Voy. Sakratib tashlayapti hamma yoq. Без комментариев. Mangolaga o'xshab bu yerda ham faqat uvazikli yurar ekan. Nechta mashina o'tgan bo'lsa, hammasi uvazik. Qo'lini ko'tarib o'tib ketdi, qoyilmi? Mashina ko'p o'tar ekan. Qanaqadir движение bo'lyapti-da, значит, nariga, oxirida, yo'lning oxirida. 3 fazali sim ham ketgan, stalba. Bu yoqda nimadir bor. Shu dambani orqasi mana. Suv yo'q. Bu yog'ida ham. Endi tepaga chiqadigan yo'l ko'rinmayapti. Pastdan ketyapman. Narigi tarafida nima bo'lyapti bilmayapman. Yo'l chiqsa tepaga chiqib olaman. To'g'rida 4 ta mototsiklchi kelyapti. Mototsiklchilar. Yaxshi bilib o'zlari chekkaga chiqib olishdi. Ozgina qoldi manzilga. 40-50 tezlikda ketyapman, yo'l yaxshi bo'lib qoldi. Tepaga chiqdim. O'ng qo'lda suv bo'lishi kerak. Qani suv? Yo'q. Orol qaytdi. Hech qaytmagan hech narsa. Qochgan nabarat. Mana yo'lda mana suv bo'lgan bo'lishi kerak. Cho'l bo'lyapti. O'sha shluzning oldida suv ko'rinyapti. Hozir borib videoga olaman. Yo'li axranasi bor joyga o'xshayapti. Bir ikkita odamlar ham yuribdi. Panjara o'tkazarmikan hech kim mani. Nima sotrudniklar bilan gaplashdim. Video, foto вообще mumkin emas dedi. Hamma yoqda kamera turibdi. Короче, 3 yil oldimmi, 4 yil oldin bu yerda suv bo'lgan ekan. O'sha mana shu kartadagidek suv bo'lgan ekan. Hozir yo'q. Mana oqib ketayotgan suv ham bu yerda shluz yopiq.
o'zi ko'rinib turibdi. Men pastga qarasam, shuluz ochilmaganiga ham bir ancha bo'lgan. Nima bo'lib ketgan? Eskirib ketgan ko'rinib turibdi. Mana bu ikkinchi shuluz mana bu yerda ham ko'rinib turibdi haligi suv izi. Hozir o'tamiz o'sha joydan. Shuluz ham yo'q ekan bu yerda. Ko'rinmayapti. Suv ko'rinyapti. Mana shu Orol dengizi haligi eski Orol dengizida suv emas. Balshu Aral derkan buni. O'ng qo'limizda Mali Aral ekan. Shu Balshu Aral. Bo'lgan suv shu. Bu ham ko'lmi narigi chekkasi yopiq. Naryoni ochsa bu ham chiqib ketadi. Ispareni yo'q. Suv ko'paydi, vahima qilib Orol qaytdi. Yaqinda o'zim qayerdadir shuni ko'rdim-da. Zo'r bo'lib yurdi, xursand bo'ldim. Mana shunda qayerdadir qolishim kerak bugun desam, to'g'riga yursang, o'sha yerda ribaklar bor, ribaklar oldida qolsang bo'ladi. Bu yerda qoladigan joyi yo'q. Boraylik qanaqa ribaklar ekan. Kartaga qarab, anqaga o'tib ketibman. Yog'oz tepaga chiqib orqaga qaytyapman. Mana shular suv bo'lganda, Orol dengizi bo'lgan, realni suv bo'lgan ishlar. Mana kartada ham o'zi ko'rinib turibdi. Mana shu suv bo'lgan, mana Orol bo'lgan. O'sha Orol orqada qoldi. Tog'ga o'xshab balon joy ekan mana shu. Qani suv endi, qani ribaklar qayerda ekan? Bilmasang qiyin-da. Qayerda o'tirgan ekan ribaklar? Mana yoqqa yurishim kerak, men bu yoqqa yurishim kerak. Hozir bitta yo'l ko'rdim men. O'sha yoqqa yuraman. Hozir bu yoqdan hozir yana o'sha militsiyaning oldiga chiqib qolaman. O, tomni ko'raman. Shu yo'lga kirib ketdik. Yomg'ir yog'ib qolsa tamom ekan bu yerda. Yomg'ir agar tiqir qiladigan bo'lsa, kecha-yu kunduzmi любой payt surish kerak ekan bundan. Qumda chig'an olayapti, mayda chig'anoqlar. Qani endi bu suv ko'rinmayapti-yu. Kartada endi o'ng qo'limda suv bo'lish kerak. Ko'rinmayapti. Bor deydi bu yerda mashina yurmaganiga ancha bo'lgan-ku. Katta ribak bor. Botib qolsam nima bo'ladi? Bir ikkita mototsiklda yurgan oxirgi marta ham kirib chiqib ketgan. Mana nima bo'larkan yuraylikchi. Bizga olib chiqadi. Qurgan loy deymanmi? Likillayotgan narsa. Shu bo'lib ketdi-yu, yo'q, shudgorga aylanib ketdi-yu. Lebet uchib ketyapti. Lekin joyi yomonini topibman degan. Hech kim yurmagan joylardan. Dahshat. Ribaklar deydi, qattaygan ribaklar ko'rinmayapti-yu mashinasi bilan. O'rtoqlarcha chuqurlashib ketdim men. Bo'lmaydi o't. Orqaga qaytmasak bo'lmaydi. Bu yerda hozir botsam ham bir narsa bo'lsa problema bo'ladi. Yo'l ham yo'q.
bo'rsillab yotibdi turpoq. Chiqanoqda. Orqaga qaytaman, bo'lmaydi bu. Mashlar suv bo'lgan ekanda. Hozir suv yo'q. Sho'ralab yotibdi hamma. Bittazgina suv qolib ketib qolibdi. Ribaklar bu yoqda ekan. Mana hamma uvaziklar. Men o'tib ketib qolman-da, yo'lni haliga to'g'onni narigi tarafidan yurib. Mana bu yerda ajoyib qush turibdi. Ana ikkita. Olma bosh. Qo'rqotgan ham yo'q. Ikkita churra uchdi. Menga mana shu joylar ham bo'laveradi. Ribaklarni oldida qolishim shart emas. Lekin borib birinchi ko'rib oqaman, tanishib ko'r. Kimligimni ko'rsatib qo'yib, hayron bo'lib o'tirishmasin. Mana qancha ribak kerak, hammasi uvazik, Nexia. Bo'ldi, mashta qoldim endi. Haligi ribaklar mashta qolsam bo'ladimi desam, nariyoqqa tepaga chiqib yotib, bu yerda yotma deydi. Kun ham botish arafasida. Hali ovqat qilishim kerak. Yo shluz haligi soldatlar. Bu yoqda mana mashinalar turibdi, mototsikl turibdi, bitta uvazik, bitta Niva turibdi. Nima qilyapti ular bu yerdan tushunmayman. Nimaga u yerda suvga tushadigan joyi ham ko'rinmayapti. Ovqat qilish kerak, qornim ochib ketdi. Qamitchi qora kuyasi, ilni qopdi mana shu qora narsalar qamitchi qorasi. Ovqat solib qo'ydim. Mana post. Bitta mototsikl yonimdan o'tdi, bitta mashina o'tdi. Mana shu cho'l orqaga. Bular yerto'la qilib, yerto'lalarga narsasini, balig'ini qo'yadimi yoki o'zi yotadimi tushunmadim. Mana bu yerda ham bitta yerto'la bor ekan. Nariroqda yana bitta yo'l bordi, narigi yo'lda chekkasida. Hali o'tganimda hech kim yo'q edi, keyin bu yoqqa keldimda suv chetiga. Mototsikl, mashinalarda kelishdi o'sha yerda, gaplashib turishibdi. Shu yerda qolishar ekan shekilli. Nevigidnada hozir qaytib ketish orqaga, ertaga yana ishlash kerak ular. O'shanga menimcha yer tegdi haligi. Yozda muzda, qishda suv. Yoqmayapti menga shu tushib qolganligi uchun ham shu yerda qolganman. O'zim ketaverardim. Vashi yoqmadi menga joy. Umuman yoqmadi. Suv chetiga ham tushib bo'lmaydi. Suv chetiga tushadigan joyda ko'rdinglar, nechta mashina, odam, 15 tacha lotka kelib ketib yotibdi, kelib siqadi haligi. Bu yerga o'sha to'r qo'yadigan baliqchilar hammasi bitta joydan tushib chiqar ekanda. Boshqa tushib chiqadigan joyi yo'q ekan bilan. O'shanga mashta ekan, o'lgan baliqlar ham shu yerda yotibdi. Hammasi shu yerda. Mashta yotsam bo'ladimi desam, bu yerdan nariroqda yotdi vordi. Короче, oyog'im tegdi, o'ralashmagim kamda vordi shekilli. Bo'pti deb ketib oldim. Dambani ustida internet ishlaydi, ishlamadi o'tda.
pishirish kerak. Mana kartoshkalarni amallab artdim. Ranenli qo'lda. Bizam paravozimiz ishga tushdi. Gradus kattalashadi mana shunaqada. Shuning uchun tez pishadi. Tezroq pishsa qornim ochib. Hozir go'sht sal pishib olsa, keyin ana qolgan narsalarni so'raman kartoshka bilan. Yo'qmasa mizil beradi juda. Sho'rvamiz pishdi. Oz tuzini ko'rdim yaxshi. Endi sal sovutmasa ichi bo'lmaydi, qaynayapti. Mana bizning sho'rvamiz sovudimikin. Hidi chiqdi-ku. Non bor, non yegim kelmayapti. Voy, bu qaynayapti bu hali ham. Qachon soviydi u? Qornim ochib ketdi. Bolgarskiy bitta dona qizil bolgarskiy, bitta dona ko'k bolgarskiy. Chesnolar bor. Odamga o'xshab ovqat yeydigan kun ham bor ekan mana. Qani bizning karton tarelkan. Go'sht sovutmasa yeb bo'lmaydi. Bu yoqqa oladi. Mol go'shti. İkisi yesem yeter. Belki de kammikan. Go'shtimiz juda ko'playdi. Kartoshka. Go'sht ko'p. Kerak bo'lsa olamiz. Pomidor bilan chesni zo'r maza beribdi lekin. Menga hozir kerakli mana shu narsa kerak edi. Mana shu maza kerak edi. Boshqa hech narsa buni o'rnini bosa olmay turibdi o'zi. Bilganmiz qani. Shu o'sha pishib ketgan. Etdim pishib ketgandi.
amaliyot chang shunaqa g'ashimga tegyapti, shunaqa yoqmayapti. Mana bitta lishniy narsalar bor, tepadagi bagajga qo'yib olishim kerak. Soat nechida pishibdi? Yo'qmi? 9:30da ujin qilib o'tirman. Mana shu go'sht yeyman bo'ldi. 2 qoshiq sho'rva ichaman bo'ldi. Yotishdan oldin ko'p ovqat yeb bo'lmaydi. Lekin och qoringa ham uxlolmayman. Harakat qilaman uxlashga, lekin uxlolmayman baribir. Bari turib nimadir yeyman, keyin uxlayman. Uyda. Kosa yo'q sov olishga. O'zidan ichishga majburman. Sho'rvaga gap yo'q. Ozgina nordonli bergani zo'r bo'ldi. Xuddi limon qo'shgandek. Limonni mazasi sal boshqacharoq. Nordonligi yoqyapti menga. Bilinmas. Buncha sho'rvani qachon ichib bo'larkanman endi. Och ko'zlik qilib to'latimman. Klapindan toshib chiqdi-da. Voy dedim. Keyin amallab davleniyasini tushirib keyin og'zini ochib qo'yib qaynatib sal suvini kamaytirdim. Bo'lmaydi bo'lmasa. Mana mashitda o'tiribman. Men o'zi mana ko'chaga o'tib olishim kerak edi. Men Beniyevga. Hozir endi bu yerda yo'l bor ekan, mana benzinim ham gazim ham yetmaydi bu yoqqa o'tib olguncha. O'shanga orqaga qaytib mashitda o'ylayman. Dal shu yurmaymi? Nimaiki вообще ko'p yurish kerak ekanda. Mamnunda aylanib turib o'tib pastga tushib mana joylarni aylanmoqchi edim. Bu yerlardan aylanib bo'lganman o'zim. Ertaga ko'ramiz, Nasrinaga qarab ish qilamiz. Kattaroq qoshiqda ko'p ichib kelyapti. Bunaqa narsam yo'q, ko'tarib ichamiz. Ana endi yaxshi ketdi. Oshqozongacha ham yetib bormay singib ketyapti tomon o'zida.
bo'ladi. Haligi gap. Voy, issiqlikni. Mana o'tib tursin. Hafsalasiz g'ashim kelib pishiruvdi ovqat. Yo'y, baxtimga yaxshi chiqib qoldi. Tuzni ham ani qo'limga solib, sepmasdan idish bilan majaq sepib tashladim. Yaxshi sho'r bo'lib qolyapti, juda bobida. Mashta tursin. O'chiramiz endi bo'ldi. Zapis. Uyquga to'y uxladi. İkide oradayız, burada suyurttu. Kimda konuşuyor? Ribaklar uy qurib olgan bo'ldi. Shamoldan saqlanish uchun qoyani orqasiga joy qilib olgan. Vahşi ko'paygan palatkalar qurib yotib qolisharkan. Hammasi mana to'rchilar bular. Bugun havo ochiq. Ertalab turib ketaman dedim, bugun fikrim o'zgardi. Qarasam havo ochiq ekan. Qolgunimcha qolaman endi shu yerda. Ana tog'larni ko'raylik, qanaqa tog'lar ekan ular. Orol dengizida eski qirg'og'ida bu. Ast polni Orol bo'lgan ekan endi karta bo'yicha. Orol degan endi Orol dengizini nazarda tutib gapiraman. Orolni o'zim gapimga o'zim hayron bo'ldim. Orol dengizi bo'lgan bu. Mana buni sathini ko'ryapsizlar, ko'tarib qo'yishgan. Qanchadir metrga, manaroq. Eski Orol. Yo'l yaltirab ketgan. Juda ko'p yurgan bu yerdan mashina. Lekin mana shu yo'ldan turib kecha yo'l yo'q ketdi. Bo'linib yo'q ketdi. Asosiy yo'l qaysi tarafga ketgan bilolmay ham qoldim. Shu yo'llarni bir ko'ramiz endi, tepadan bir qaraylik chiqadi. Yo'l bormi, yo'qmi ko'raylik. Mashina shu yerda turgan bo'lsa, значит, hozir tepalardan ko'rish kerak endi hozir. Az ko'tarilib qaraymiz endi. Mana 10 tarafimizda suv bor ekan. Lekin suvgacha ancha yo'l. Mamutlardan yurib bo'lmaydi, po'rsinlar. Shu oldimdan o'ng qo'lga ko'cha kimdir yurgan, lekin bu yerda
kirmasangiz o'zga. Qapasliroq, hozir yo'lga o'xshab ko'rinib turibdi-yu, lekin sal yo'l ko'rsa yoqmaydigan darajada. Qani xatga olib chiqarkan bu yo'l. Ketaveramiz. Ana u oyoqqacha ketgan ekan. Chapga ham yo'l ketgan. Bular qishda yurganmi ekan? Yer muzlagan. Yer muzlaganda yurgan. Bu vezdehodda yurganmi? Haligi UAZ shinalari yaxshi qadr bu shinada. Mahmudlarda shu yog'i o'tib bo'lmaydi. Suv tushib ketganiga 10-15 yil ham bo'lmaganda 2-3 yil bo'lgan qochganiga. O'sha opasniy o'tga kirgan. Lekin yo'l davom etayotdi. Davom etgani bilan baribir eng chetiga borib bo'lmas ekan. Eng chetiga borib botqog'i chiqayotdi, qamzor bo'lib ketibdi. Ba'da ko'tarillikchi. Kimdir yurgan mashinada eng chekkan qamchi yiqdi. O'sha muzlaganda yurgan, aniq muzlaganda yurgan, boshqa varianti yo'q. Muzlaganda o'tga ketyapti. O'sha Ribakdan oldiga ketyapti dambaga. Narigi tarafni qamishlarni yoqib olishgan. Bular qop-qora bo'ladi. Ana mana bitta vezdexod o'sha suvgacha chiqqan ekan. Yerimizda geldi. Muzni teshib ribalga qilishadi qishda. O'shani asorati endi men o'zimcha polach olmadim. Boshqa variant ham yo'q. Boshqa variant yo'q. Hozir yurib bo'lmaydi. Oxiri ko'rinmasa gani dengiz shu oxiri ko'rinmadi. Hajmi Aydarko'ldan sal kichikroq menimcha. Bir xilmi? Ana u oqargan joyi bor, to'g'ridiga. Ana o'sha oqargan joyga borsa, suvni chetiga chiqsa bo'lsa kerak menimcha. Qamishlar ham kamayarganda palasa o'sha yerda. Yaqinroq borib ko'raylikchi. Juda olganligi. Hani 100 yil oldinga qaytib qolsangiz hozir. Masjid shundoq suv bo'lgan o'sha payt. Yo'q, qushlar, baliqlar, Sirdaryo, Amudaryodan 1 gram suv olinmagan 100% kelib quyilgan paytlar bo'lgan paytlar. Hech qanaqa kanal yo'q. Zo'r bo'lgan o'sha paytda. Haqiqiy yovvoyi tabiat bo'lganda. Qarasa ko'rgim keladi o'sha vaqtga qaytib turib shuni ko'rgim keladi. Buni iloji yo'q. Miyadagi fantaziyada qaytaman deyman o'zimcha. Mana shu yo'l suv chekkasiga chiqqan bir oqarib turibdi. Shuni havas ot hayvonlar izlanishdi. Tropinka tashigan. Lekin bu yoqdan
lo'tkachidan chiqish neviga ketadi. O'shaning uchun ham chiqmaydi. Chekkasi jam qiyinchilik bo'lyapti. Lo'tkada chiqish qiyin. Narigi qirg'oqda Sirdaryo quyilishi qaranglar. O'sha Sirdaryo bo'ladi o'sha. Ilongizni bo'lib borib ashga quyiladi. Qamishlar orasida podvodniy охота qilsa bo'ladi. O'zi maza bo'lsa kerak. O'rtada qushni to'playdi. Suv tip-tiniq tegi ko'rinib turibdi. O'zi bu yerda suvi ob'yomi ham bunaqa bir chuqurligi ham yo'q. Arzimagan suv turibdi. Yozda bir kun qizisa bu ispariyni dahshat bo'ladi bu yerda. Suv rosa sho'r deyishdi. Shuncha Sirdaryo suv quyilsa ham suv sho'r ekan. Yo'q, bepoyon yaxshilik. $500 metr tepaga chiqib ketuvdim deymi? Biz men pastroqqa tushamiz. O'zimga yo'l bo'lib ko'rinyapti, lekin bu yo'lga anaqa otlar, mollarni yo'li bo'lgan. Yo'l yo'q. Yana asfalt yo'li ko'rinadi. Yo'l bormi? Yo'q. Ana yo'l ko'rindi. Bizim mashina o'zi ko'rinmayapti. Uzoq ketadi. Hamma yoq yo'lagan. Zadniy bilan yurib chiqamiz kecha. Pastroqqa tushamiz. Qani endi mashinani qidirish kerak, hattoki mashina. Ne to'xtab qoldi. Qani. Shu yo'ldan boramiz. Ona mashina, ozginadan chiqib olishimiz kerak ekan bu yoqqa. Chekkadan chiqib olishimiz kerak ekan. Chap qo'lga. To'g'ri yo'ldan yursam bo'ladi.
suv chekkasiga hech yo'l topa olmayapman. Hammasi nima botqoq olib ketib qolyapti. Yaqinlashsam suv ko'rinmayapti ham bu yerdan. Taxminan 500 metrcha bo'lsa kerak suvgacha. Chekkasi jaliga bo'lib ketibdi-da, bo'rsinloq yer bo'lib. Orol dengizining tubida endi mana shular ham bo'lgan qachondir. Hayot qaynagan ekan bir paytlar o'tlar. 3 yil bo'lib ketgan ekan bunga. Tosh qop-qora. O, ma'mur bo'ldi u. Baliq ko'madigan joy bu. Tutgan baliq ko'mishga. Suv shu yaqin atrofda bo'lgan paytda qilinganda bu. Lekin taxtasiz bor ekan. Ovqat istibyapman, hozir isitib yeb olish o'tdi. Ketdik o'sha tog'ga qarab. Tog'ni ko'rib kelamiz. Bu eski Orol dengizining qirg'og'ida suv qatgacha ko'tarilgan bo'lgan ekan, shuni ko'rmoqchiman. Izi qolgan bo'lsa agar. O'shani qidirib ko'rmoqchiman. Bu tog' yaqingina emas ekan, ketyapman, uzoqlashyapti, yaqinlashmayapti. Bunaqa yo'l qilib qo'yishdi, bu yoqda qishloqmi, nimadir bo'lsa kerak. Kartada ko'rsatyapti. Mayda qishloqchalar. Lekin mashina o'tmadi, umuman o'tgani. Endi 8 degan filtrni o'rnatib ko'raylik, qanaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Yaxshi bo'ldimi endi? Ko'rinishi. Yechaman. Yechdim.